Bir kecha. Boshqa kechalardan farqi yo'q. Alomati ham yo'q. Bilinmaydi ham. Masalan, u bugundir, ertagadir, indingadir. Mana jamoatimiz hammalar deyarli 95% masjidimizda yosh bolalar, boshqalarga e'tibor qilmasak, alhamdulillah roza og'iz bilan o'tiribsizlar. Ro'zador bo'lib o'tiribsizlar. Ichimizda Ramazon boshlangandan beri ro'zani to'xtatmay tutib kelayotgan odamlar ko'p. Alhamdulillah. Ana endi bunga nimani qo'shish kerak desa, Laylatul Qadr, sharafuz zaman, zamonni, vaqtni sharafi. Alloh taolo buni vaqtga belgilab qo'ydi. Laylatul Qadri xoyrun min alf shahr. Bir kechagina 1000 oydan 83 yildan afzal. Buni ikkinchi formulasini tushuntirsak, 70 yil yashagan inson 2,5 yil ibodat qilishi mumkin. Bu yerdagi 83 yil degan hammasi ibodat. O'shanda bir kecha o'zingizga o'xshagan 40 ta insonni ibodatini savobini olasiz.